Start Ligada ikkinchi tur ikkinchi o'yini bo'lib o'tadi bizda Space Upgrade. 12-may soat 20:50. Bu o'yinda Space jamoasi a'zolari Englifayga qarshi o'yindan keyin mag'lubiyat bilan yetib kelishadi, ammo ular kuchga juda ham to'la va o'yinga shay. Va raqib jamoa Upgrade jamoasi ham kuchga to'lgan holatda energiya bilan va motiv bilan bu o'yinga yetib kelishmoqda, chunki ularda Mayskuldan uchralgan mag'lubiyatdan keyingi g'alabaga bo'lgan ishtiyoq juda ham yuqori. Shaxsan o'zimni bugungi o'yinga kutilmalarimdan biri ikki jamoada asosiy o'yinchilardan biri bo'lgan Bobur Mirzayev va Abror Abdullayevning o'yiniga va ularni qanotdan qanaqa taktikada harakat qilishiga qiziqmoqdaman. Yana bir yangilik sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Agar Start Ligada VAR tizimi, video takror tizimi ishga tushgan va hakamimiz rasmiy holatda o'yin payti qandaydir bahsli vaziyatda yuzaga keladigan bo'lsa, ko'rib o'z qarorini reglamentga ko'ra aytadi va to'g'ri qaror qabul qiladi degan qoida ishlab chiqildi bizda. Space Upgrade o'yinida ham VAR ishlaydi. Manzilimiz Ko'kcha Koshoni stadionida. Olovli bahsga, kechagi olovli bahsdan keyin bugungi olovli bahsga 3 ochko uchun bo'ladigan jangga hammangizni taklif etamiz. Jonli efirda ham Telegramda live streamda tomosha qilishingiz mumkin. Start Ligada qoling, o'yinda ko'rishguncha.